Hurmatli obunachilar, hozir biz apalka ishlab chiqaradigan seximizga keldik. Hozir ustalar bilan tanishib, narx-navolar ma'lumotini beramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Siz? Ha, bu apalka lesalar haqida ma'lumot bersangiz. Xo'p, bizda mana universallarimiz bor. Ular necha metrdan bo'ladi va nimalarga ishlaydi? Kamplik universal apalakamiz yo'q. 60 lik, 18 metr bo'ladi. Ikkita burchagi, o'qiyashligi, syomli, kuluchi, ha? Hamma yo'q bo'ladi. Xo'p, bu 50 talonga bo'ladi. Sizga hop, burchi apalakka bo'ladi. Keyin podval yoki hovuzga devor bo'lib tiklanadi. Ular narxi 10,5 million ekan. Buni hamma yo'q bo'ladi. Hop, endi bunisi konteyner listdan bo'ladi. 27 sesma apalakka bo'ladi. O'qiyashki bunga ham bo'ladi. Syomligi 50 ligi. Bu ham shu Uzunligi necha metr bo'ladi? 18 metr bo'ladi. Maksimum. Hammasi to'liq 18 metrdan bo'ladi. Hop, zakaz qilsa masalan 20 metr, 25 metr, kerak bo'lsa 10 metr chiqarib beraveramiz. 10 metr bo'lsa hop, buni 18 metrga shuni bo'lamiz. Masalan 500 ming chiqami, 400 ming chiqami, 10 metr desa 4 million bo'ladi. Ya'ni metrda hop, 2 yoni bo'ladi. O'sha 2 yon 1 metr hisoblanadi. Komplet bo'ladi. O'qi hamma yo'q. 10 metr sen o'qiga chiqib beraveramiz. 20 metr Komplet hammasi. Ha, 20 metr zakaz berilsa ham shu o'q yashigi, burchagi, ikkita burchak qo'shimchasi bo'ladi. Ular ham chiqadi orasida. Hammasi. Ular nechilik listdan bo'ladi? Hop, bunisi konteyner 2 list bo'ladi, zavod. Hop, bu yangi list 208. 50. Hop, tagi 3.2 profil bo'ladi, 1.5 stena. Mana qo'shimcha ikkitadan burchagi, ha? Yonida qo'shimcha yana listlari bo'ladi. Hammasi. Hop, endi bunisi mana 50 lik Lego. Hop, 40 lik kolonna bo'ladi. 30 lik yana kolonna bo'ladi. O'zgaradi. Legolar. 50, 60. Mana endi bu mishalkalar haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Hop, mishalkalarimiz 3,5 million so'm. Hop, motori 4 kilovat, alyumin motka. Bu 3 kalik, ha? 3 kalik. Ikki tomonga ham og'daradi. Aqay ham baqay og'daraveradi. Drabilkalar ma'lumotini bersangiz. Drabilkamiz, hop. Qo'shimcha setkasi bo'ladi, donga, ha? Kashega, hop, dumbul, sotani to'lovchi chiqaradi. Hop, ichki qismi. Kamera jatkasi. Kamera oldi. Quyma chugun bo'ladi. Quyma chugun va kamera jatkasi. Donurgan toshlari ham bor. Toshlari bor. Hop, bunisi 2,5 million so'm bo'ladi. Narxi bu holatda 2,5 million so'm. Kilovat, motorning kilovati 4 kilovatdan 6 kilovatgacha qilib beramiz. 3000 оборот. Bo'ldi. Endi lesalar haqida ma'lumot berasiz, lesalar. Hop, lesamiz bu 630 ming so'm. Kami bor. 7 stena bo'ladi. Komplegida ikkita shoki, ikkita kashak, bitta podon bo'ladi. Hop, Ichida bular. bu damkirat, mananlikli damkirat deyiladi. Ha? Stolka. Ular 195 ming so'm donasi. Hop, bunisi Xitoy 210 ming so'm. Damkirat. Hop, kokimiz 370 gacha chiqadi. Hop, bu Xitoydagi 4 metrgacha chiqadi. Hop, endi bunisi Xitoy lesa 650 ming so'm. Bunda ham shu ikkita shotsi, ikkita kashyaga, bitta podoni bo'ladi. Bu joy lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, u Dehqonobodga yetmasdan oldin Metkollej bor bu yoqda. Metkollej yonida bizning seximiz bo'ladi. Shu yerga tushgan akalarimiz chiqilyapti mana. Bitta apalkani tashlashyapti, so'rkapti. Go'yoki hammasi tushga